Kim nima desa, uyda eng ko'p vaqt o'tkazadigan inson bu baribir bizning ayollarimiz bo'ladi. Shuning uchun mebellarni ayollar tanlashi kerak deb o'ylayman. Biz erkaklarga ko'pincha farqi yo'q. Kechqurun ishdan charchab kelamizda, to'shakda bo'lsa ham yotib uxlab ketaveramiz. Lekin ayollarimiz kuni bo'yi uyda bo'lganligi uchun ularga yaxshi sharoit yaratib berishimiz kerak. Shuning uchun men sizlarga hozir yangi modelimizni ko'rsatmoqchiman. Bu Luna degan modelimiz. Mana shkafini ichini ko'radigan bo'lsanglar, mana uylar nimaga ivirsiydi? Chunki qo'ygani joy bo'lmaydi narsalarni. Qo'ygani joy bo'lmagandan keyin u yoq bu yoqda sochilib yotadi. Bu shkafimiz shunaqa keng qilib ishlangan. Bu yoqda mana alohida bo'linmalari bor. Xohlagan narsalarni qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqda mana tokmachalari, seyflari, nima desanglar bor. Undan tashqari bu spalniy komplektimiz. Bu videoda ko'rsatishga harakat qilaman. Tekis to'rtburchak bo'lib ishlanmagan, shu tarafi ozgina uklon qilib ishlangan, ichiga kirgan bo'ladi. Bundan tashqari mana ruchkalari ham juda noodatiy qilib ishlangan. Ancha-muncha mebelchilar bunaqa ruchka tayyorlashga erinadi, chunki qo'l ishlaydi. Ko'p vaqt ketadi bunaqa narsa tayyorlashga. Bu tepa qismlari juda yumshoq ishlangan. Bu oq rang teskir bo'ladi deb xavotir olmang. Buni bemalol yuvib, tozalab ishlatsa bo'laveradi. Bu videoni xo'jayinlarga yuborib qo'yinglar, mebellarni yangilash vaqti kelganini tushunib oladi shunda.